Assalomu alaykum. Bugungi video darslikda buyrak anatomiyasini tushuntirib beraman. Buyraklar ren, demak, buyraklarimiz juft a'zo hisoblanadi. O'ng buyrak hamda chap buyrakdan iborat. Ya'ni ren dexter, ren sinister. Buyraklarimiz qorin bo'shlig'ini orqa tomonida, ya'ni qorin pardani orqa tomonida joylashgan bo'ladi. Shu uchun ham mana oldingi yuzasi bilan bir tomonlama qorin pardaga tegib turadigan a'zo hisoblanadi. Demak, buyraklarimizni demak mana o'ng buyrakka bevosita vena cava inferior yaqin tursa, chap buyrakka demak qorin aortasi, aorta abdominalis yaqinroq joylashgan bo'ladi. Endi buyraklarda ikkita yuza bor. Demak, mana bu buyraklarning oldingi yuzasi fascis anterior, bu tomoni demak yana orqa tomonida orqa yuzasi fascis posterior bo'ladi. Buyraklarda ikkita uch bor. Ya'ni yuqorigi uchi. E'tibor qilamiz, mana bu bez, bu buyrakda o'zini to'qimasi emas, bu buyrak usti bezi glandula suprarenalis. Demak, o'shanga qarab turgan tomoni yuqorigi uchi hisoblanadi, extremitis superior. Va pastki uchi extremitis inferior deyiladi. Demak, yuqorigi uchi va pastki uchi bor ekan. Endi buyraklarimizda ikkita qirg'oq bor. Demak, medial qirg'oq, margo medialis va lateral qirg'oq, margo lateralis. Buyraklarning skeletotopiyasi. Demak, chap buyrak yuqoriroq joylashadi. 11-chi demak ko'krak umurtqasini o'rtasida turadi. Yuqorigi uchi, pastki uchi demak 3-chi bel umurtqasini yuqorigi qismida turadi. 10 buyrakning yuqorigi uchi 11-chi ko'krak umurtqasini pastida, pastki uchi 3-chi bel umurtqasini o'rtasida joylashadi. 10 buyrakning oldingi tomonida, ya'ni oldingi yuzasida, demak 3dan 2 qismini jigar joylashgani uchun ham jigarga qaragan yuza deb aytamiz. Qolgan 3dan pastki 3dan 1 qismini, demak bu bevosita chambarichakni o'ng burilish burchagi, ya'ni flexura colli dexter bo'ladi, o'shanga qaragan demak yuza deb aytamiz. Chap buyrakda bo'ladigan bo'lsa, bu biroz boshqacharoq. Demak, chap buyrakda oldingi yuzasida 3 ga bo'lamiz. Demak, yuqorigi oldingi yuzasi bevosita oshqozon bilan chegaradosh, oldingi o'rta yuzasi bevosita oshqozon osti bezi bilan va oldingi pastki yuzasi bevosita ingichka ichak qovuzloqlari bilan chegaradosh bo'ladi. Endi buyraklarimizni yuqoridan mana bizga ko'rinib turibdi. Men yuqoridan aytib o'tib ketdim. Buyrak usti bezi chegaralab turadi. Demak, yuqorigi uchi buyrak usti bezi bilan chegaradosh bo'ladi. Medial tomondan aytdim. Aynan demak chap buyrak qorin aortasiga qaragan, o'ng buyrak past kavak venaga qaragan. Demak, lateral tomoni, ya'ni lateral qirg'og'i bo'ladigan bo'lsa, chap buyrakda aynan mana shu sohasida bizga ma'lumki qora taloq joylashgan bo'ladi. Ya'ni margo lateralni 3dan 2 qismini qora taloq tashkil qiladi va 3dan 1 qismi bevosita chambarichakni chap burilish burchagiga demak qaragan bo'ladi. Buyraklarning uzunligi demak 10-15 sm. Kengligi demak 5-6 sm. Qalinligi bo'ladigan bo'lsa, demak 4 sm ni tashkil qiladi. Ularni o'rtacha og'irligi 120-200 grammga teng. Albatta bu hammada har xil, bu o'rtacha hisobda hisoblangan og'irlik. Buyrakni endi mana kesmasida ko'rishimiz mumkin. Uni tuzilishini biz endi demak ikkita qismga ajratamiz. Ya'ni tashqi tomondan uning postloq qismi, biz uni cortex renalis deymiz. Postloq qismini ko'rib turibmiz mana qo'ng'ir rangda. Ichki tomonda uni demak mana to'qimalari bu demak ichki qismi medulla renalis deb aytamiz. Mag'iz qismi. Demak, postloq qismi hamda mag'iz qismi ikkita qismdan iborat bo'lar ekan. Postloq qismi demak mana bizga ko'rinib turibdi, 3 ta qavatdan iborat bo'ladi. Bular kapsula fibroza, fibroz kapsula, kapsula adipoza, yog'li qavat hisoblanadi. U o'sha tashqi tomondan o'rab turadi, ma'lum bir miqdorda himoya vazifasini ham bajaradi. Va korpus adipozi pararenalis deymiz. O'sha yog'simon qavatni tashqariga demak to'qimali qavat hisoblanadi.
Mag'iz qismida mana bu yerda biz buyrakni demak piramidalarni ko'ryapmiz. Piramis renalis deymiz. Piramidalari e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkita qismdan, demak, mana tashqariga qaragan yoki po'stloqqa qaragan biz buni bazis piramis deymiz, ya'ni piramidani asos qismi deb aytamiz va mana bu yerda uni uchi bo'ladi. Uchini biz uni so'rg'ichini ko'rishimiz mumkin. Apex piramida deymiz va o'sha yerda uni so'rg'ichi papilla piramidasi joylashgan bo'ladi. Papilla piramidasi so'rg'ich bevosita mana ko'rib turibmiz, buyrak jomiga demak ochiladi. Mana shu soha buyrakni jomi hisoblanadi. U bevosita mana ko'rib turibmiz siydik yo'li bilan bog'langan bo'ladi. Endi o'zi aynan mana bu yer buyrakni darvozasi. Buyrakni darvozasidan ichkariroqda mana demak joylashgan bo'lar ekan buyrak jomi. Buyrak darvozasidan tashqarida mana biz demak siydik yo'lini ko'ryapmiz. Siydik yo'li buyrak darvozasidan chiqadi. Buyrakka buyrak arteriyasi, arteria renalis kiradi. Buyrakdan buyrak venasi, vena renalis chiqadi. Hamda nervus renalis kiradi. Demak limfa yo'li va mana yuqorida aytib o'tib ketdim, siydik yo'llari ham chiqadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, piramidalarini orasida mana buyrak ustunlari joylashgan. Buyrak ustunlari mana qon tomirlar bilan juda ham faol ta'minlangan bo'ladi. Buyrak ustunlarini biz columna renalis deymiz. Bu po'stloq demak tomondan mag'iz tomonga o'sib kirgan hisoblanadi va piramidalar orasidagi to'qimaning asosiy tarkibi o'sha buyrak ustunlari hisoblanadi. Demak, mana bu rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Bitta takrorlab o'tib ketaman. Mana uning demak buyrakning piramidalari. Demak, piramidalari mag'iz qismi hisoblanadi va tashqaridan demak qoplab turgan bu uning po'stloq qismi hisoblanadi. Demak, mag'iz qismidan ham biroz ichkariroqda mana buyrak jomi joylashgan bo'ladi va mana bu buyrak darvozasi hilum renalis hisoblanadi. Va mana demak piramidalarning orasida e'tibor qilaylik, ikkita piramidaning orasida mana bu yerda mana bu yerda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bular buyrak ustunlari hisoblanadi.